Soat 12 ni bosgan kecha boshlandi. Havo eski qog'oz va boshqa bir narsaning hidi bilan to'lib toshgan edi. Chang bosgan javonlar soyasidan unga pichirlab eshitilayotgan deyarli tirik narsa. Ilhom izlayotgan yozuvchi Emma shaharning eng qadimgi kitob do'konidagi tor, unutilgan yo'lak orqasida yashiringan yashirin kutubxonaga duch keldi. Uning devorlari teginish paytida guvillaganday tuyulgan kitoblar bilan qoplangan edi va barmoqlari oz nomi yozilgan charm bilan qoplangan kitobning orqa qismini ushlagan zahoti sahifalar oz-ozdan ochilib, uning hayoti haqidagi hikoyani ochib berar ekan. Uning umurtqasidan sovuq tushdi. Shu soniyagacha, ammo galati darajada toliqsiz. Go'yo kitobning ozi keyingi yurak urishini ozi yozishini kutayotgandek. Har bir bobda uning kundalik ishlari, yashirin qo'rquvlari va shaxsiy pushaymonliklari batafsil bayon etilgan. Lekin sahifalarni varaqlar ekan. U nozik farqlarni, voqelikning kichik buzilishlarini payqadi, sodir bo'lmagan. Ammo shunchalik yorqin ko'rindiki, u ularni xayoliy og'riq kabi his qila olardi va o'qigan har bir so'zi bilan uning atrofidagi soyalar yaqinlashib borayotgandek tuyuldi. Pichirlashlar tobora kuchayib, deyarli tushunadigan so'zlarni shakllantirdi. Uni imkonsiz darajada burilgan javonlar labirintiga chuqurroq chorladi. Hech qanday yo'laklar bo'lmagan joyda paydo bo'ldi. Toki chiqish yo'li yo'qolguncha, oz yurak urishining ritmi bilan titrayotgan, tirikdek tuyulgan cheksiz jildlar qatori yutib yuborilgunga qadar vahima ko'tarildi, ammo u to'xtay olmadi. Keyin nima bo'lishini bilish jozibasi qarshilik ko'rsatib bo'lmas edi va u oqib borgan sari kutubxona shunchaki uning hayotini aks ettirmasligini angladi. U olimni bashorat qildi. Har bir qahramonning oxirini uning qalbini sovutadigan aniqlik bilan belgilab qo'ydi va u olimini tasvirlaydigan sahifaga o'girilganda so'zlar to'liq emas edi. Siyoh bo'lishi kerak bo'lgan bosh joylar, go'yo uni davom ettirishga, keyingi qatorni ko'rish uchun yetarlicha uzoq yashashga undagandek. Hayajon uning ongini nuqson kabi bosib turardi. Havo esa sovuqlashib, yuqoridagi miltillovchi chiroqlar uning oz yuziga o'xshash harakatlanuvchi soyalarni ichkariga burab qo'yardi. Dahshat, keyin u buni eshitdi. Orqasidagi yo'laklardan yumshoq, ataylab nafas olish, avval sekin, keyin tezlashib, yurak urishiga moslashib, hech kimga ko'rsatmagan qo'rquvni aks ettirardi. U ketishga urinayotganda, kitoblarning ozlari siljib, devorlarni hosil qildi. Javonlar oz irodasi bilan harakatlanardi. Oyoqlari ostidagi yer kutubxona tirik, hissiyotli. Uning qo'rquvidan oziqlangandek nola qildi va u tanimagan nomlari yozilgan tikanlar bilan kitoblar bo'limiga qoqilib ketdi. Ammo ichidagi hikoyalar azob va umidsizlik manzaralarini shunchalik real tasvirlab berardiki, u terisida xayoliy qonlarning ta'sirini, chirigan qog'ozning hidi qonning mis hidi bilan aralashib, darhol yutib yuborildi. Kutubxona tovushni oziga singdirib, faqat pichirlashlar va sahifalarning shitirlashini qoldirdi. Keyin u uni ko'rdi. Yo'lak oxiridagi bir qiyofa, xususiyatsiz, ammo imkonsiz darajada batafsil. Uning mavjudligi sovuq ishonchni tarqatib, taqdirining bosh sahifasiga ishora qilar edi va shu lahzada Emma tushundi. Yarim tun kutubxonasi shunchaki hikoyalar to'plami emas, balki tirik yozuv edi. Unga duch kelgan har bir jon qiziqish va qo'rquv bilan oziqlanardi va u qancha uzoq oqsa, shuncha ko'p yozardi. Soyalardan siyoh hosil bo'lib, uni hikoyasiga bo'glab, xotiralarni qayta yozib, ularni dahshatga aylantirib, qochib qutula olmasdi. U bostirgan har bir tuyg'u endi kutubxona uni tuzoqqa ilintirish uchun ishlatgan qurolga aylandi, toki u o'zini javonlarning bir qismiga aylanib borayotganini his qilmaguncha. Chekkalarda abadiy qamalib qolgan hikoya, xuddi u kabi, unga duch kelishi mumkin bo'lgan har bir kishi uchun jimgina qichqiriq bilan soat 1ni urdi va u titrab keta olmasligini angladi. Chiqish yo'li yo'qoldi. Kitoblar uning atrofida tirik mavjudotning obkasi kabi nafas olardi. Endi uning ismini kuylayotgan pichirlashlar va uzoqdagi bir joyda, xuddi kutubxonaning o'zi uning hayotining keyingi bobini yozayotgandek. Qalamning zaif tirnalishi va qorong'ulik uni butunlay egallab olishdan oldi. Uning xayolidagi oxirgi fikr qiziqish hech qachon begunoh bo'lmaganligi va ba'zi bilimlar juda xavfli, juda tirik, juda och ekanligi edi va endi u abadiy yarim tun kutubxonasida faqat bir sahifa, bir satr, bir so'z edi. Uning dahshatlarini abadiy o'qish uchun qamalgan edi. Oz qonlari bilan yaratilgan kutubxona keyingi mehmonni, taqiqlangan bilim izlovchini sabr bilan kutdi. Javonlari cheksiz cho'zilgan, tirik va och edi. Qayerdadir burilish yo'laklarining tubida Emmaning ko'zlari yangi hikoyada ochildi. Yashirin yo'lakni va orqa tomoniga oz ismi yozilgan kitobni endigina topgan mehmonga dahshat bilan tikilib qoldi va yana pichirlashlar boshlandi.
Minoraning ovozini birinchi marta eshitganimda shamol deb o'ylagandim. Lekin Samarqandning eng qadimgi masjidining soyali siluetiga yaqinlashganimda umurtqa pogonamdan sovuqlik oqib o'tdi va men bu tovushning aql bovar qilmaydigan darajada insoniy ekanligini angladim. Toshning ozidan singib chiqayotgandek tuyulgan past, gamgin nola xotiramning burchaklarini tortib, og'zimda borligini bilmagan holda uzoq vaqt unutilgan aybdorlik tuyg'usini uyg'otdi. Ko'chalar bo'sh, shahar uxlab yotgan edi. Ammo minoraning yigisi jim maydonlarda aksado berib, tobora balandroq, umidsizroq, go'yo har bir nota asrlar davomidagi qayg'u bilan shakllangandek edi va men ahmoqona ravishda faqat chiroq va jurnalistik qiziqishim bilan qurollanib, kemerli eshikdan sovuq hovliga kirib bordim. U yerda oyoqlarim ostidagi plitkalar asabga tegmas darajada iliq, yurak urishi kabi ritm bilan pulsatsiyalanardi. Tor spiral zinapoyadan ko'tarilayotganimda qichqiriqlar kuchayib, mening ismimni chaqirishga, hatto o'zimga ham hech qachon tan olmagan gunohlarimni eslashga o'xshagan pichirlangan ayblovlarga aylandi. Devorlarning ozi tinglash uchun egilgandek. Meni bu yaqin azobga solish uchun ozgina egilib qoldi va men birinchi balkonga yetib borganimda shahar pastda chiroqlar gobeleni kabi chozilgan edi. Lekin yuqorida osmon g'ayritabiiy ravishda qorong'ilashgan edi va minoraning yigisi har biri alohida ovozlar xoriga aylandi. Xiyonatlarni, yo'qolgan sevgilarni, bajarilmagan va'dalarni hikoya qiladi va men oldinga qo'ygan har bir qadam ularni tobora yaqinlashtirdi. Toki shamol mening ovozimni emas, balki ularning ovozini ko'tarib chiqquncha. Ko'kragimni orab olgan pushaymonlik to'lqini meni butunlay o'zimga tegishli bo'lmagan, ammo juda tanish bo'lgan qayg'u bilan bo'g'ib qo'ydi va men pastga tushishga harakat qildim. Lekin zinapoya g'oyib bo'ldi. Uning o'rnini minoraning yon tomoniga yopishgan tor tosh tirgak egalladi. Qichqiriqlar kuldi. Aylanib shafqatsiz va ichimdagi boshliqni aks ettirar ekan, titrab turardi va men o'shanda minora shahar uchun emas, balki uning xotirasiga juda yaqin kelganlar, asrlar davomida umidsizlikda o'z aksini ko'rganlar uchun eglayotganini angladim. Bu yo'l qo'ymaydigan shafqatsiz oyna. Qochish, men javobni eshitishga umid qilib baqirdim. Inson ovozi, lekin faqat yiga qaytib keldi. Meni ovozga botirish bilan tahdid qilgan suyuq qayg'u to'lqinlari kabi ko'tarilib pasayib borardi va minoraga chiqish har bir xatoga, komgan har bir pushaymonlikka duch kelish ekanligini angladim. Bu tosh shunchalik ko'p qayg'uga guvoh bo'lganki, tirik mavjudot kabi nola qilishni o'rgangan. Har bir aksado zanjiri meni choqqiga tortadi. U yerda ko'rinmas, ammo shubhasiz mavjud bo'lgan soya kutib turardi. Yigilarning ozidan toqilgan bir shakl meni chaqirdi va men muzlab qoldim. Har bir instinkt qochishga qichqirdi, ammo oyoqlarim dahshat va hayrat aralashmasida ildiz otgan edi va oy bulut orqasiga sirganib, shaharni g'ayritabiiy zulmatga botirganida, yigi mening eng chuqur qo'rquvimni, hech kim hech qachon ochmasligiga umid qilgan sirni pichirlagan yagona ovozga birlashdi va to'satdan minora devorlari siljib, nafas oldi. Zinapoyani tirikdek tuyulgan tosh tunneliga toraytirdi. Asrlar davomida singdirib olgan har bir qayg'u bilan pulsatsiyalanardi. Havo uzoq vaqt yonib turgan tutatqi hidi bilan qalinlashdi. Eski yog'och va nam tuproqdan iborat edi. Men terimga sovuq va itoatsiz tovush barmoqlari tegib turganini his qildim. Go'yo minoraning ozida qo'llar bor edi. Ular meni olib ketish, xotirasiga tortish uchun chozilishdi va men qornimni aylantirgan dahshat bilan angladimki, qolish xorga qo'shilish, abadiy nolada yana bir ovozga aylanish edi. Mening faryodlarim minoraning matosiga singib ketdi. Tinglashga yetarlicha ahmoqona bo'lgan har bir kishi uchun aksado berdi va shu lahzada qayg'u og'irligi meni butunlay ezishi mumkin deb o'ylaganimda minoraning shafqatsiz dizaynini angladim. U shunchaki qiziqishni jazolamadi, balki biz ko'tarib yurgan ko'rinmas zanjirlarni ochib berdi. Ularni chidab bo'lmas holga keltirguncha biz endi o'z qo'rquvimizni avlodlarning toplangan umidsizligidan ajrata olmagunimizcha kattalashtirdi va men orqaga qoqilib, imkonsiz tor qiyalikdan pastga chekinishga harakat qilganimda kulgi yanada insoniyroq, yanada dahshatli bo'lib qoldi. Endi men bilmagan, ammo qandaydir tarzda tushungan tillarda pichirlashlar bilan yigilardi. Xiyonat va yurak o'grigi lahzalarni hikoya qildi va ongim qochishga shoshildi. Lekin soyalar burishib, devorlar bo'ylab shoxchalar kabi chozilib, atrofimni o'rab oldi. Oyoqlarim meni sekinlashtirib, joyimda ushlab turardi va har bir qadamim orqamdan ko'rinmas qadam bilan aks etardi. Qichqiriqlarga aylanguncha va men hech qachon zarar yetkazmagan, shunchaki kuzatganlarim endi men bilan birga menga qichqirishayotganini, go'yo minora dunyodagi barcha qayg'ularni to'plagandek va men, ahmoq odam, uning yuragiga qoqilib ketganimni angladim va nihoyat yuqori balkonga yetib borganimda, nafasim qisilib, yuragim urayotgan edi. Pastdagi shahar
Nihoyatda uzoqdek tuyuldi. Havo spektral issiqlik bilan yarqirab turardi va minoraning tepasidagi soya ochildi. Toqilgan tosh va qayg'u shakli, meniki bo'lgan, ammo meniki bo'lmagan ovoz bilan qolini chozib, shunchaki, uyga xush kelibsiz, dedi va men o'shanda minora meni allaqachon egallab olganini angladim. Oz pushaymonlarim toshlar orasidan abadiy aksado beradigan faryodlarga aylandi va Samarqand ustida tong otganda, ko'chalar bo'sh, shahar tinch edi. Ammo o'sha paytda eski masjid yonidan o'tayotgan har bir kishi ozlarni chaqirayotgan zaif, ammo aniq bir yigi eshitganiga qasam ichishi mumkin edi. Ismim bo'lsa, men yoki mendan qolgan narsa ichkarida bo'lar. Har bir pushaymonlik, har bir qayg'u, ko'tarilishga qodir ahmoqlarning har bir aytilmagan qo'rquvi bilan pichirlar edi. Chunki yiglayotgan minora hech qachon to'xtamaydi. U faqat kutadi va doim eslaydi. Tun ipak yo'lining cheksiz kengligida hech bir sayohatchi his qilmagan darajada sovuq edi va shamol yo'ldan uzoqlashishga jur'at etganlarning suyaklariga kirib borayotgandek tuyulardi. Shunga qaramay, to'satdan chol bo'roni paytida karavoni tarqalib ketgan charchagan savdogar Ahmad qorong'ulikdan qumga sanchilgan arvoh kabi ko'tarilayotgan yolg'iz mehmonxonaga duch keldi. Uning devorlari yorilib, eskirgan, derazalari faqat soyani aks ettirardi. U kichirlagan eshikni itarganida, chirigan va eski tutatqilarning o'tkir hidi uni o'rab oldi. Deyarli odamning qo'li bilan tomog'ini ushladi va u orqaga chekinmasdan oldin, asosiy zalning burchagida chiroq yonib, xonaga kasallikka o'xshash kehribar nur sochdi. Mehmonlar bir luqma ichida g'oyib bo'lgandek, tegilmagan taomlar bilan bezatilgan stollarni ko'rsatdi va havo yurak urishi kabi past va qat'iyatli taranglik bilan guvilladi. Uning xayolida titragan dastlabki dahshatga qaramay, yaqinlashtirishga undadi. To'satdan uning orqasida qadamlarning zaif aksadosi boshlandi. Yumshoq, ammo qasddan, har bir yurak urishi bilan yaqinlashib borardi. Lekin u aylanganda atrofda hech kim yo'q edi, faqat uzun, jimgina yo'lak zulmatga cho'zilgan edi. Devorlari uning har bir harakatini kuzatib borayotgan sayohatchilarning portretlari bilan bezatilgan edi va dahlizda sovuq shamol pichirlab eshitilardi. Unda dastlab u ularni tasavvur qilgandek his qilgan ovozlar, hech qachon bilmagan ismlari va hatto o'ziga ham tan olmagan qo'rquvlari haqida pichirlashlar eshitilardi. Keyin chiroqlar yana miltilladi va xonaning narigi chekkasida turgan, nihoyatda uzun va ozgin mezbonni ko'rsatdi. Uning yuzi tirikdek siljigan soya bilan yashiringan edi va mezbon lablarini qimirlatmasdan to'g'ridan-to'g'ri Ahmadning xayoliga keldi. Jozibali va tahdidli ovoz, iliqlik, xavfsizlik va tunash uchun to'shak va'da qildi. Lekin ovqatlangandan so'ng u abadiy mehmonxonaga tegishli bo'lishini ogohlantirdi. Shunga qaramay, ochlik uni kemirardi va tashqaridagi bo'ron uni oldinga undayotganday tuyuldi. Shuning uchun u stolda o'tirdi. U yerda buklanib turgan taom likopchasi xuddi havodan sehrlangandek xushbo'y va mast qiluvchi ko'rinardi. U birinchi luqmani tatib ko'rishi bilan ko'kragiga kuchli og'riq urildi va pichirlashlar qichqiriqlarga aylandi. 60dagi sayohatchilarning yiglayotgan, yolvorgan va nola qilayotgan ovozlari, ular qanday qilib boshpana izlab kelganliklari va hech qachon ketmaganliklari, tanalari devorlar tomonidan ezilganligi, ruhlari mehmonxonaning la'natlangan xotirasida qamalib qolganliklari haqida hikoya qilishdi va xona cho'zilib, qiyshayib borar ekan, stollar galati shakllarga cho'zilar ekan, shift tirik hayvonning sandigi kabi ko'tarilib tushib, devorlardagi portretlar hayotning galati parodiyalariga aylanib, ko'zlari qonab, og'izlari jimgina qichqirar ekan. Ammo u o'rnidan turolmadi. Qo'llari stolga yopishgan edi. Go'yo mehmonxonaning asl mohiyati uning qalbini egallab olgandek, uni vaqtdan ham qadimgi tilda, fikrni chetlab otib, to'g'ridan-to'g'ri uning qalbiga joylashadigan tilda dahshatlar litaniyasini tinglashga majbur qilgandek. Ongida har bir xatosini, har bir pushaymonini, ko'mib qo'ygan har bir qo'rquvini hikoya qilib, derazalar tashqarisida bo'ron avj oldi. Lekin oynadan u yillar oldin sahroda cheksiz kezib yurgan sayohatchilarni, abadiy umidsizlikka botgan yuzlarni, tinchlikni bilmaydigan bosh ko'zlar bilan mehmonxonaga qarab harakatlanayotganini ko'rdi va Ahmad tobora dahshat bilan mehmonxona nafaqat tanalar, balki xotira va iroda bilan ham oziqlanishini, o'zining sehrli illyuziyasini qo'llab-quvvatlash uchun mavjudlik parchalarini iste'mol qilishini, har bir tashrif buyuruvchining ochligini kuchaytirishini, har birining qichqirigi la'natlangan ziyofati uchun ziravor bo'lishini angladi va tun qorong'ulashgan sari u orqasida boshqa mavjudotlar, bo'ynida sovuq nafaslarni, muzdek barmoqlarni silab turishini sezdi.
Qo'llari, soyalari polda sirgalib, hayvonlar va odamlarning qiyofasini hosil qilib, hammasi tikilib, kutib, ogohlantirib turardi. Lekin u gapira olmasdi, qichqira olmasdi, hatto yiglay ham olmasdi. Chunki og'zini ochgan zahotiyoq mezbon uning yonida paydo bo'ldi. Stol ustida ko'tarilgan, yuzi endi tiniq, ko'zlari qora boshliqlarga botib, lablari yorilib, ismini pichirlardi va yillar o'tib, xuddi shu stulda o'tirgan boshqa bir sayohatchining ruhini yutib yuborayotgani, ruhi esa devorlardi. Maqsadsiz kezib yurgani, portretlar ichida qamalib qolgani, hech kim eshitmaydigan ogohlantirishlarni pichirlayotgani haqida to'satdan bir tasavvur paydo bo'ldi va Ahmad orqaga itarishga, uni bog'lab turgan ko'rinmas zanjirlarga qarshi turishga harakat qildi. Ammo qochish haqidagi har bir fikr zalning har bir burchagini to'ldirgan, hamma joyda mavjud bo'lgan zulmat tomonidan yutib yuborildi va chiroqlar deyarli sonib borar ekan. Xona qiyshayib, ovqatni cheksiz chuqurga tokib yubordi va adashgan sayohatchilarning faryodlari quloq pardalarini sindirib, ruhini larzaga keltiradigan kar qiluvchi guvillashga aylandi va keyin sukunat cho'kdi, bog'uvchi va mutlaq chiqib ketdi. Ahmad vaqtning ma'nosi bo'lmagan boshliqda qotib qolgan edi. Mehmonxonaning o'zi uning atrofida nafas olar, tirik va och edi. Asrlar davomida tuzoqqa tushib qolgan ruhlarning ogirligi ostida uning ongi parchalana boshlagan bir paytda mezbon hech bir sayohatchining o'z xohishi bilan ketmasligi haqida so'nggi va'dasini pichirladi va devorlar ogiz kabi yopilib, uni butunlay yutib yubordi. Oxirgi tuygu sovuq quchoq edi. U mehmonxonaning bir qismiga aylanganda, uning qichqiriqlari la'natlanganlarning xoriga qo'shilib, abadiy ipak yo'li mehmonxonasining arvohiga duch keladigan charchagan sayohatchiga xizmat qildi. Quyoshni boshqa hech qachon ko'rmadi, erkin yurmadi, tun hech qachon tugamaydigan va dahshat hech qachon to'xtamaydigan joyda abadiy qamalib qoldi. Garchi muskullarimni qimirlatmagan bo'lsam ham, avvaliga buni pol taxtalarining hiylasi deb kulib yubordim, toki uni ko'rmagunimcha. Burchakda egilib o'tirgan soyam qonimni muzlatib yuboradigan, qirralari tirik mavjudot kabi qimirlab, g'ayritabiiy ravishda cho'zilib va qisqarib borayotgan ong bilan menga qarab turardi. Vahima ko'tarildi va men chiroq tugmachasiga sakrab tushdim, lekin chiroqlar miltillab, ochib, meni shunchalik qalin zulmatga tashladiki, bo'g'ilib, deyarli jismoniy tuyuldi. Chunki soya yaqinlashib kelayotganini, endi uning shakli aniq va dahshatli darajada insoniy ekanligini angladim. Men baqirishga harakat qildim, lekin ovozim tomogimga tiqilib qoldi. Bu soyadan pichirlab aytayotgan, eng chuqur qo'rquvlarimni takrorlayotgan, ularni buzuq ohangda masxara qilayotgan o'z ovozim edi. Yuragim tez urayotganicha orqaga tisarildim. Faqat uning harakatlarim bilan mukammal uygunlikda oldinga qadam qo'yganini ko'rdim. Garchi men umuman harakatlanmasam ham. Ko'zgudagi aksim diqqatimni tortdi va men uni ham u yerda ko'rdim. Orqamda menikiga o'xshagan, lekin meniki bo'lmagan tabassum bilan turgan edi. Uning ko'zlari yovuzlik va men o'ylashga jur'at etmagan narsalarni bilish bilan chaqnab turardi. Men eshikka yugurdim, lekin u men unga tegmasdan oldin qarsillab yopildi va kalitlarim ularni qoldirgan joyimda, tegilmagan holda yotardi. Lekin men yo'lakda kimdirning yoki biror narsaning nafas olayotganini eshita olardim. Kechadan kechaga u ko'proq narsani o'rgandi. Uydagi narsalarni harakatlantirish, qo'lyozmam bilan yozib qo'ygan, yozmaganimga qasam ichgan yozuvlarimni qoldirib, uxlab yotganimda pichirlab tahdidlar aytib, ohangimni mukammal taqlid qilib, sekin, ayyorona aql-idrokimni buzib, har bir adyol ostida uxlashga, har bir eshikni to'sib qo'yishga, chiroqlar yonib turgan hammomda qolishga harakat qildim. Lekin u hamma joyda meni ta'qib qildi. Burchaklarda yashirinib, aksadolarda yashirinib, ko'zlarimni yumishga jur'at etganimda qorong'ulikdan chiqib ketdi. Keyin bir kechada men kuygan go'shtning hidi va yog'ochdagi tirnoqlarning zaifgina qirilishidan uyg'onib ketdim va boshimni ko'targanimda soyam endi chokib o'tirmasdi. U nihoyatda baland, ustimdan suzib o'tib, oyoq-qo'llari cho'zilgan, xona bo'ylab qora tutun kabi cho'zilgan holda turardi va men uxlayotganimda uning osib, dahshatli narsaga aylanib qolganini, endi menga bog'lanmagan narsaga aylanganini angladim. Yordam umidida bosh ko'chalarga yugurdim, lekin har bir uyning, daraxtning va ko'cha chiroqlarining soyalari menga qarab cho'zilib, niyat bilan harakatlanayotganini, barchasi tirik, barchasi kuzatib turganini, barchasi o'zimnikiga o'xshash ovozlar bilan pichirlayotganini ko'rdim. Uyqu azobga aylandi. Hatto tushlarimda ham u menga ergashib, har kecha yaqinlashib, dahshatli tushlarni shakllantirib, hech kimga aytmagan hayotimning sirlarini pichirlab, menga o'zining yakuniy rejasi haqidagi tasavvurlarni ko'rsatib berardi.
Bir kuni kechasi oz yuragimning aks-sadosi bilan uyg'onib ketdim va polimga tushayotgan xira oy nurida uning xona bo'ylab qadam qo'yganini, uzun, qoraygan barmoqlari bilan menga qo'l uzatganini, ilonlar kabi qimirlagan soya izlarini qoldirib, "Endi sen meniksan" deb pichirlaganini ko'rdim. Uning butunlay ajralib ketishi, mustaqil ravishda harakatlanishi, xonaga kirishdan oldin burchaklarda, kolmaklarda, mashina oynalarining akslarida, hatto shiftda ham paydo bo'lishi, xuddi tortishish kuchi bunga hech qanday aloqasi yo'qdek, sirtlar bo'ylab emaklashi mumkinligini anglaganimda dahshat kuchaydi. Do'stlarim tashrif buyurishni to'xtatdilar. Ular mening o'zgarganimni aytishdi. Ko'zlarim bo'sh, ovozim uzoq edi va men ular buni ko'ra olmasligini, hech qachon ko'ra olmasligini bilardim. Tunlar uzayib, qorong'ulik chuqurlashdi va soyam yanada dadilroq bo'lib, har bir harakatni taqlid qilib, har bir fikrni oldindan ko'ra boshladi va asta-sekin menga endi o'z tanam yoki ongimning xo'jayini emasligimni o'rgatdi. Bir kuni kechasi, oy nuri yotoqxonamning poliga to'g'ri tushganda, men uni to'liq shaklga kirganini, uzun bo'yli, galati, hech bir inson egallay olmaydigan bilim va ochlik bilan jilmayganini ko'rdim va dahshatli haqiqatni angladim. U mendan uzoqlashdi, lekin men hali ham tuzoqqa tushib qolgan edim. Qo'rquv, mulohaza, uzoq vaqtdan beri e'tiborsiz qoldirgan zulmat bilan bog'langan edim. Va o'sha paytda men soyalar hech qachon charchamasligini, hech qachon uxlamasligini va meniki hech qachon charchamasligini, ular hech qachon uxlamasligini va meniki yirtqichga aylanganini, sabrli va abadiy ekanligini angladim. Asta-sekin hayotimni egallab, yurishni o'rganayotgan edim, men esa ojiz holda o'z zulmatim meni asirga olayotganini kuzatishga majbur bo'ldim va tun cheksiz oldinda cho'zilib, ismimni pichirlab, meni hech qachon ozod qilmasligiga va'da berdi. Yo'lakdan emas, balki tort xonaning devorlaridan eshitildi. Daniel Evans yarim tundan keyin bo'ron tufayli kechiktirilgan parvozdan charchagan va uyquga chanqoq holda Trestwood mehmonxonasiga kirganida, zerikkan qabulxona xodimi unga tort raqami bosilgan kalit kartasini uzatganida, u ikkilanmasdan o'yladi. Garchi u uni peshtaxtaga surishdan oldin bir soniya to'xtab tursa ham, ko'zlari chalkashlik va qo'rquv o'rtasida bir narsadan chaqnab turardi. Lekin Daniel charchagandan chamadonini xira gilamli yo'lak bo'ylab sudrab borardi. U yerda chiroqlar olayotgan olov pashshalari kabi miltillardi va havoda hol beton va mogor hidi sezilib turardi. Mehmonxona eski, ta'mirdan o'tgani aniq edi va u o'tib ketayotgan har bir eshikda oltin rangdagi 401, 402, 403 raqamlari bor edi. U yo'lakning oxiriga yetguncha, oxirgi eshikning ramkasida biroz qiyshiq. Jez raqamlari boshqalardan yangiroq, go'yo yaqinda almashtirilgandek juda toza jilolangan edi. 404. Daniel kalitini surish bilanoq eshik ozozdan ochilib, uzun nafas chiqarish kabi sekin gichirlash bilan ichkariga kirib ketdi va uni sovuq havo o'rab oldi. Gozlarning terisini qozgatadigan darajada o'tkir edi. Ichkarida xona bir qarashda oddiy ko'rinardi. Karavot, stol, televizor, zaif miltillovchi chiroq, lekin sukunatda nimadir noto'g'ri edi. U qalin, og'ir, deyarli tirikdek tuyuldi. Go'yo xona quloq solayotgandek. Daniel sumkasini tashlab, pardalarni yopdi. Ular teginishda galati darajada issiq ekanligini payqadi. Go'yo bir necha daqiqa oldin kimdir u yerda turgandek. U yelkasini qisib, karavotga yiqildi, lekin uxlab qolishidan oldin tungi stol ustidagi eski analog telefon ko'kragini qisib qo'yadigan qattiq metall qichqiriq bilan jiringladi. O javob berishdan oldin ikkilandi. Salom. Statik xirilladi, keyin bir ovoz shunchalik zaif pichirladiki, u telefonni quloqiga bosishga majbur bo'ldi. Nega mening xonamdasiz? Daniel qotib qoldi. Ovoz gazablangan emas edi, shunchaki chalkash va yurakni ezuvchi yolg'izlik edi. Kechirasiz, noto'g'ri raqam, deb pichirladi u tezda go'shakni qo'yib, lekin telefon deyarli darhol yana jiringladi. Bu safar balandroq, qichqiriq kabi. U go'shakni oldi. Bu kim? Past xirillagan nafas liniyani to'ldirdi. Undan keyin beqaror pichirlash eshitildi. U sizning orqangizda. Daniel yuragi urayotgandek burildi, lekin xona bo'sh edi. U la'natladi va telefonni pastga tushirdi. Bu mehmonxona tizimi orqali amalga oshirilgan birorta hazil bo'lishi kerak deb o'yladi. O'zini tinchlantirish uchun u hammomda yuzini yuvdi, lekin yuqoriga qaraganida orqasidagi miltillovchi oyna xonani aniq aks ettirdi. Faqat bitta narsa, to'shak band edi. Xira, egilgan bir odam chekkada o'tirar, boshini egib, qo'llari qattiq titrardi. Daniel atrofga qamchilab o'tirardi. U yerda hech narsa yo'q edi.
U oynaga qaraganida odam asta-sekin boshini ko'tardi va ichi bosh ko'z cho'ntagidan qora suyuqlik tomchilab turganini, jagi esa chiqib ketgandek ochiq qolganini ko'rdi. Chiroqlar shiddat bilan miltilladi va Daniel orqaga qoqilib, devorga urildi. Xuddi hammom eshigi uning oldida suyaklarni larzaga keltiradigan kuch bilan yopilgandi. Telefon yana jiringladi. Yupqa eshikdan u ovozni eshitdi, har safar balandroq, xuddi javob talab qilayotgandek. Bir daqiqa titrab, bu haqiqat emas, deb pichirlagandan so'ng, Daniel eshikni qarsillatib ochdi va tashqariga chiqdi. Telefonning simi g'ayritabiiy darajada qattiq tortilgan edi. Go'yo kimdir uni boshqa tomondan tortayotgandek, garchi u yerda hech kim yo'q edi. U trubkani ko'targanida, liniya uning ismini Daniel o'nlab bir-biriga mos keladigan ovozlar bilan pichirladi. Chirigan yer ostida qolib ketgandek aks-sado berardi. "To'xtang! Siz kimsiz?" deb baqirdi u. Ovozlar jim bo'lib, ularning o'rnini bitta galati xotirjam ovoz egalladi. "Siz 404 xonada bo'lmasligingiz kerak edi." Ular uni biron sababga qora muhrlab qo'yishgan. Danielning og'zi qurib qoldi. Nima sababdan? Jimlik. Keyin hech kimning ketishiga yo'l qo'ymaydi. To'satdan xona harorati noldan pastga tushdi va devor qog'ozi tashqariga puflay boshladi. Xuddi ostidan bir narsa otib ketmoqchi bo'lgandek. Chiroqlar xira qizil nurga aylandi. Daniel chamadonini olib eshik tomon yugurdi, lekin uni ochganida narigi yo'lak yo'q edi. Buning o'rniga eshik 404 xonaning boshqa versiyasiga ochildi. Xuddi shunday, ammo qorong'i, devorlari qalin va qora narsa bilan qoplangan qol izlari bilan qoplangan edi. Uning orqasida asl xonaning eshigi qarsillab yopildi. Endi bir xonaning ikkita imkonsiz nusxasi orasida qolib ketgan Daniel orqaga chekinib, tungi stolga urilib, tomog'ining qisilib qolganini his qildi. Telefon yana jiringladi. U javob berishni istamadi, lekin ichida nimadir pichirladiki, agar javob bermasa, vaziyat yomonlashadi. Titroq barmoqlari bilan u trubkani ko'tardi. Ovoz endi pichirlamasdi. Bu uning qulog'ining orqasida edi. "Siz noto'g'ri xonadasiz, Daniel. 404 xona raqam emas bu joy." Devorlar ichida katta bir narsa harakatlanayotgandek gumburladi. Daniel ko'zining burchagidan gilam qorayganini, qon kabi yoyilayotgan qora, qalin suyuqlikni ko'rdi. Toshak go'yo ko'rinmas kimdir o'tirgandek ingradi. Ustiga. Keyin matras tobora chuqurlashib bordi, toki ostidan og'ir bir narsa chiqib kelguncha. Oq rang, suyaksimon, bogimlari singan qol karavot romini ushladi. Keyin yana biri keldi. Va keyin oynadan osha kozli qiyofa tik turdi. Bo'yni imkonsiz burchak ostida bukildi. Oyoq-qo'llari singan marionet iplari kabi burishdi. Daniel qichqirdi va ikkinchi eshikdan yugurib kirdi va yana bir yo'lakni topdi. Bu bitta qorong'u yo'lak, faqat eng chekkasida miltillovchi chiqish belgisi bor edi. U yugurdi. Yo'lak g'ayritabiiy ravishda uzun cho'zilgan, go'yo ozozdan buklanayotgandek. Gilam oyoqlari ostida hol bo'lib yurdi. Uning orqasida qiyofa tez emaklab bordi. Oyoq-qo'llari devorlarni tirnab, jagi bo'shashib, 404 xonada qoling, men bilan qoling, deb pichirladi. Daniel chiqish tomon yugurdi, lekin u yetib borishi bilan belgi miltilladi va eshik yana 404 xonaga ochildi. U qochib qutulishning iloji yo'qligini anglab, tiz cho'kdi va yigladi. Telefon oxirgi marta jiringladi. U qo'llari karaxt holda javob berdi. Narigi tomondagi ovoz endi bosh emas edi. Bu uning o'ziniki edi. "Siz ro'yxatdan o'tasiz va hech qachon ro'yxatdan o'tmaysiz. Men ham chiqmadim." Navbat ochdi. Chiroqlar ochdi. Va nihoyat 404 xona uning atrofida oxirgi ovqatini yutib yuborgan ogiz kabi yopildi.